bugun sizlar bilan nafaqat rus, balki jahon adabiyotida ham salmoqli iz qoldirgan adiblardan biri Mixail Bulgakovning It yurak qissasi bilan tanishamiz. O'zining serqirra ijodi bilan ijtimoiy hayotda odamlar ongini shakllanishida ta'sir ko'rsatgan bu ulkan ijodkor o'z vaqtida quvg'inlarga hamda bir qancha taqiqlarga uchragan. Asar 1925-yilning yanvar-mart oylarida yozilgan bo'lib, mohiyatan ijtimoiy-siyosiy, falsafiy, hajbiy va fantastik ruhda bitilgan satirik qissadir. Asarda sobiq Sovet Sotsialistik Respublikasining hayot tarzi, yuqoridagi ayrim o'zini daho deb shaxslarning faoliyati, turli illatlari, ayovsiz achchiq kulgu ostiga olinganligi va takabbur olimning odamzod hamda tabiat ustidan qilingan zo'ravonligi haqida bayon qilinadi. Asarning bosh qahramoni Chor Rossiyasi imperiyasining aristokratiya vakillaridan biri, butun Yevropada mashhur bo'lgan olim professor Filip Filipovich Preobrazhenskiy insoniyatni yoshartirish, ularni yanada takomillashtirish tadqiqotini sinab ko'rish maqsadida hayvon miyasi o'rniga inson miyasini o'tkazish ustida tajriba olib boradi. Professor bu tajribani shogirdi doktor Barmental bilan birgalikda Sharik laqabli daydi it hamda baxtsiz tasodif tufayli vafot etgan o'g'ri, ichkilikboz, 3 marotaba sudlangan jinoyatchi Klim Chugunkin ismli shaxsda amalga oshiradi. Ammo bu natija aks natija beradi. Tajribadan chala it, chala inson vujudga keladi. Sharik asta-sekinlik bilan odamiylik qiyofalarini namoyon qila boshlaydi. Unga insonlarga xos tana a'zolari, fikrlash qobiliyati, it bo'lgan vaqtidagi xususiyatlari ham shakllana boradi va Klim Chugunkinning xususiyatlari bilan bir tanada jam bo'ladi. Bu orada Sharik uy xo'jaligi komissiyasi raisi kommunist Shvonger ta'siriga tushib qoladi. Shvonger uni Filip Filipovich va uning shogirdi misolida burjuaziya zulmidan azob chekayotgan proletar ekanligiga ishontiradi. U Sharikka ish berib, Poligrafovich Sharikov nomiga shaxsni tasdiqlovchi hujjat olib beradi. Endi Sharikov o'ta madaniyatsizlik va bezbetlik bilan surbetlarcha professor va uning shogirdini haqoratlashni, uydagi ayollarni tinchini buzishni, narsalarni o'g'irlashni va ichkilikbozlikni odat qiladi va oxir-oqibat Filip Filipovichning ustidan yozadi. Shunda professor undan uydan chiqib ketishini talab qiladi. Bu hodisalardan toqati toq bo'lgan Barmental uni kichkinagina oq yostiqcha yordamida bo'g'a boshlaydi. O'sha kuni uy to'la-to'kis mudhish bir sokinlik og'ushiga cho'madi. Oradan biroz vaqt o'tgach, issiq uyda charm divan yonidagi gilam ustida Sharikning miyasida bir tekis va iliq fikrlar o'tmoqda edi. Ha, professor Sharikovni yana qaytadan Sharik holatiga qaytaradi. Itning nigohi ila boshlanib, itning nigohi ila tugagan ushbu asarni o'qir ekanmiz, hukumatni kirdikorlarini fantastika tarzda bayon etilganiga guvoh bo'lamiz. Muallif asar qahramonlarida o'sha davr tuzumi, qashshoq fuqarolar va hokimiyat o'rtasidagi keskin ziddiyatlarni chiroyli badiiy uslub orqali ifoda etgan. Bu orqali asr zarar hayvonlardan emas, balki razil insonlardan kelishini ko'rsatib bergan. Shu bilan birga yozuvchi tabiiy evolyutsion jarayonga aralashishni urinishni qoralagan. Itni tibbiy operatsiya orqali odamzodga aylantirgani bilan u qalban inson bo'la olmasligini, uning ortidan keladigan ulkan fojialarni mohirona tasvirlagan. Xulosa qilib aytamizki, muallif tasvirlagan obrazlar hozirgi kunda ham yo'q emas. Keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan ushbu asarni barchangizga o'qishni tavsiya etamiz va yoqimli mutolaa tilab qolamiz.